Amir Avtosavdoda arzonga Nexia 3 mashinamiz ko'rishingiz mumkin. 2018-yil mexanika korobka. Kraskalari top-toza ekan. Bitta orqa sapachogida kichkina petnochasi bor ekan. O'zingiz uchun ko'rsatib olasizlar. Qolgan joylari radnoy ekan. Bemalol tekshirib olasizlar. 4 ta borlari zo'r holatda turibdi. 2018 mexanika 154 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Salon qismlari ham akkuratli bo'lib turibdi. Sveji holatda, yaxshi. Sideniya uzun заводской holatda, ko'ylari bor. Mashinamizda holatda yaxshi apshipka tarbiyalari ham. Mashinamizga metan gazda uстановка bo'lgan ekan. Kuzovida umuman qirilgan, shilingan joyi yo'q, ideal holatda turibdi. Ko'rib turibsizlar, 50 nomerda sizlar xohlagan hujjatni qilib berishadi. Mashinaning texnik holatda hech qanaqa rasxodlari yo'q. Olib minishing uchun tayyor holatda 2018-yil 154 ming kilometr masofani bosib o'tgan mexanika korobka Nexia 3 mashinamiz. Sizlar olib maza qilib minishing uchun $7050 ga tushirib qo'ydi. Agar nomerni qoldiramiz, bemalol aloqa chiqib brak qilishingiz mumkin.